Svetdan o'chirib qo'yishdi-yu. Nima qilamiz endi? Assalomu alaykum. Aka, svet o'chib qoldi-yu. Bu bilan o'ylab topaylik, aka. Ishim qolib ketadi. Qadrli obunachilar, kimda ish vaqtida shunday muammolar bo'ladigan bo'lsa, Number One brendidan akkumulyatorli bolgarkani tavsiya qilamiz. Video yoqqan bo'lsa, bitta like ayamizlar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga bemalol murojaat qilaverasizlar.